insonning tashqi qiyofasi go'zal bo'lishi islomdagi matlub narsalardan hisoblanadi. Har bir mo'min musulmon, erkak, ayol, yigit, qiz haftada bir marta tirnoqlarini olmoqliklari kerak. Uni uzun qilib o'stirib yurish islom odobiga, sunnatga mutlaqo xilof bir ish bo'ladi. Soch haqida gapiradigan bo'lsak, sochni ehtirom qilish degani buni toza tutish, yaxshilab, avaylab, go'zal bir shaklda olib yurish ma'nosini tushuntiriladi. Sochni uzun qisqaligi to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, qisqa bo'lishini ko'proq targ'ib qilinishdan sabab shuki, g'usl paytida biror tolaning tagiga ham suv tegmay qolsa, o'sha joy jahannam otashida kuyishi to'g'risidagi hadislardan olingan bir ma'no asosida bo'ladi.